Ertalabdan birinchi homilador qabul qilish boshladik, lekin xursandchilik bilan oyisi xursand kirib kelyaptilar mana katta qorinda. Endi homiladorligi tasdiqlanayotganlarida kelganlarida vnimatchniga podozrение bo'lgan, shunaqa bo'lib kelganlar. Chunki 3 marta vnimatchniy bo'lganlar, 3 marta operatsiya bo'lganlar. Bu qo'rqib qolasizlar, sizlar ham. Shunaqa vaqtda bo'lishi ham mumkin, lekin kutamiz, 3-4 kun ozgina kuting deganman. Sizlarda ham shunaqa oyijonlar kutish kerak. Vnimatchniga podozrение bo'lyaptimi? Kutinglar oxirigacha. Mana matkalariga tushgan, mana kattagina bo'lib qolganmiz. Aytyaptilar Zulayho opa, opajonimni ham, o'zim opachamni ham tug'ishlariga ozgina qolganda, yuragida parok chiqqan, keyin biz rosa sarson bo'lganmiz. Keyin menga kelishgan ekan. Paroklari yo'q, yaxshi deb aytgan ekanmiz. Mana sog'lom tug'yaptilar, Allohga shukr. Shunchaki to kelgunlaricha juda sarson bo'lgan opachalari. Nimani aytmoqchiman?